Dekabr oyida tug'ilgan insonlar, bu oy sovuq bo'lishi mumkin, lekin dekabrda tug'ilgan insonlarning yuragi doim iliq, issiq bo'ladi. Ular shunday odamlarki, birgina so'zi bilan tinchlantiradi, birgina qarashi bilan hammasi yaxshi bo'ladi degan ishonchni beradi. Dekabrda tug'ilganlar boshqacha. Ularda sabr bor, mehr bor, orzu bor va ular orzusiga kech bo'lsa ham baribir erishadilar. Ular ko'p gapirmaydi, lekin qalbi juda toza. Yolg'onni esa uzoqdan sezadi. Agar hayotingizda dekabrda tug'ilgan inson bo'lsa, biling, u sizga omad olib kiradi, atrofga yorug'lik taratadigan noyob insonlardir. Va eng muhimi, ular qanchalik qattiq yiqilmasin, har safar yana kuchli turib ketadilar. Dekabr oyida tug'ilgan azizlar, yoshingiz qo'shilgan har bir yil sizga baxt, omad, yorqin yo'llar va bitmas tuganmas quvonchlar olib kelsin. Siz tug'ilgansiz va dunyo chiroyliroq bo'lgan. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin.